sharoit, imkoniyat bergan. Xuddi bizga mahallalarimiz ashna qilsa, ko'chalarimiz, mahallalarimiz obod bo'ladi. O'zimiz ham yaxshi, bunday xursand yashaymiz. Mana chirigan uylar o'zi vaqti tugadi. Ko'rdim, tushungan nechadir shunday dedi. Endi biz xafa bo'lmaymiz. Biz omadingizni bersin. Ammo biz 4 kishi, 5 ta xo'jalik bitta uyda yashaymiz. Biz sotiyda. Ashularni yerda qoldirmasdan, ko'chada qoldirmay joylasangiz, minnatdan rozimiz. Nima qilsangiz? Nima o'zingiz uchun emas, davlat uchun, odamlar uchun, el uchun bo'layotgan ish. Hammamizni xursand qilib, rozi qilib bir yerga joylasangiz, biz yashaveramiz. Biz hozir kema bo'yicha, Sider bo'yicha atayimda men o'rinbosarim bor, Satar oldidan. Ertengdan boshlab ishni boshlaydi. Har bir emede uyda qancha xo'jalik yashaydi. Barib taqtab, Siderda men o'tgan aytdim, buyruğumuzda da qapa qildi. Buyruğumuzda da barыңızda o'sha yerdan eğer bir kishiniki uy sotib yerda 3 semya jasaysanglar, 2 semya jasaysanglar, barыңızda albatta ko'chilib uymenен qamыс qilamiz, o'sha yerda yashaysiңlar. Buyruğumuzda ko'chada qolmaysiz, hech qanday bo'lmaydi. Shunda da 1 2 dan 3 dan kelib